alaykum. Mana bugungi oxirgi operatsiyamiz. Nechinchi operatsiya? 6-chi operatsiyamiz. Bemor 34 yosh, tashxisi L4 L5 sohasida juda katta grija. O'ng oyog'ida kuchli og'riq, uyushishlar bo'lgan. Bemor yura olmaydi. Bemorimizga bugun biportal usul bo'yicha endoskopiya yordamida olib tashladik. Dishurani bemorimizga ertalab turib yurishi mumkin. Qayta emlash tekshiruv o'tkazamiz. Bu dishurani qayerlarga olib tashlaganimizni sizlarga videoda ko'rsatamiz ertaga. Xudo xolasa operatsiyamiz chotki muvaffaqiyatli bajarildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog'lik, salomatlik. Да.